Xo'p, barchaga xayrli kech. Mana ertalabki olib kelgan ikkita Teslamiz ham tayyor bo'ldi hozir. Hop, soat 17:44. Hop, yana bu Teslaga qilingan ishlardan diskalarni bitta pakraska qo'ydik. Bundagi Tesla 4 talasini pakraska bo'ldi. Hop, bunda bitta diskasi boshqacha edi. Bu diskiga, bu Teslaga ikkalasiga ham orqasiga adin diskalar qo'yib turib, sensorlarni ham o'zgartirib berdik. Hop, qilingan ishlar mana oldidagi ballon teshilgan ekan, ikkita teshilganini yamadik. Mana bitta ballonni damsiz yurib olgan ekan. Shunga boshqa ballon qo'yib berdik. Hop, ikkalasi ham mashina full detailing bo'ldi. Hop, mana ichlari toza va oq bo'lsa bir pastga kirib ketadi. Ichlari mana cho'tga chiqqan. Hop. Bu o'sha Melextech, ya'ni tekstilini ishlatadigan akaniga mana hamma joyi full detailing bo'ldi. Hop, mana ikkinchisini saloni buniki qora.